Bugun barchaga inshaalloh men safarimni boshladim. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Sharxoncha qishlog'idan mana Norin qishlog'iga qarab o'tib kelyapman. Xudo xolasa, bugun birinchi kun inshaalloh duoda bo'lib turasizlar. Eslatib o'taman, o'tganda ogohlantirganimdek 10 ta davlatga, ya'ni 10,000 kilometrga niyat qilganmiz safarimizni. Inshaalloh oxirgi finish Singapur. Ungacha bo'lgan shaharlar Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Eron, Hindiston, Myanmar, Tailand va eng oxirgi safarimiz Singapur shaharlari bo'ladi. Malayziya bor orada. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hozir qirg'izistonlik sherik ukam bor. U bola ham kelyapti. Hozir u bilan ko'rishamiz. Inshaalloh safarga hamma narsamiz olindi. Yukzaklar, palatka, to'shaklar. Inshaalloh o'tgan yili niyat qilib oxirgacha bordik. Bu yil ham xudo xolasa niyatga yetib o'sha ko'zlagan joyimizga boramiz xudo xolasa. Mana Norin tumani bu yoqda. Bu taraf Uchqo'rg'on kirib kelishi. Inshaalloh mana shu joydan boshladik o'tgan yilgi safarimizni. Xudo xolasa kuzatishda davom etamiz. Go.